Zahiriddin Muhammad ibn Umar Shayx Mirzo Bobur. Biz bu siymoni o'zbek mumtoz adabiyotining yirik vakili, ulug' shoir, tarixchi, geograf, davlat arbobi, iste'dodli sarkarda, Boburiylar sulolasi asoschisi, Temuriy shahzoda sifatida yaxshi bilamiz. Bobur Mirzo qoldirgan boy ilmiy va adabiy merosni sinchiklab o'rganar ekanmiz. Uning asarlarida olg'a surilgan g'oyalar umumiy insoniy qadriyatlar darajasiga ko'tarilganiga, ona yurtga bo'lgan yuksak muhabbat, diyor sog'inchi mavzusi ustuvorlik kasb etganiga guvoh bo'lamiz. Bobomiz qomusiy ilmlar sohibi sifatida benazir bo'lishi bilan birga, harbiy va siyosiy arbob sifatida ham tengi yo'q bo'lgan. Uning jahon harbiy san'ati rivojida ulkan va yorqin hissasi bor. Bugun Bobur Shohning harbiy sarkardalik salohiyati, jang taktikalari, harbiy strategiyasi nafaqat yurtimizda, balki dunyo miqyosida ilmiy tadqiq etilib, chuqur o'rganilmoqda. Biz tarixda qarasak, Bobur mashhur sarkardalar bilan to'qnash kelgan. Shayboniy xon bilan jangda, yo'qsa Panipat jangini, Ibrohim Lodiy bo'lgan jangini hisobga olsak, Ra'no Sanga bilan dastlabki vaqtlarda Boburda juda yosh bo'lgan bilan tajribasizlik bo'lgandir, yoki bo'lmasa o'sha ayrim hollarda yoshlikka borib, ayrim janglarda mag'lubiyatga uchragan holatlar bo'lgan. Chunki Boburning o'zining Boburnomasida ham mashhur o'sha 1501-yilda Muhammad Shayboniy xon bilan bo'lgan Zarafshon bo'yi Saripul jangini aytadi. Ya'ni bu tarixda ham Saripul jangi deyiladi. Aynan mana shu yerda Shayboniy xon bilan qattiq to'qnashadi. Bu paytda Bobur o'sha endi 18 yoshda. O'sha paytda Shayboniy xon 51 yoshda edi. Lekin shunday bo'lsa ham qanaqangi kuch, o'sha o'zida ishonch, ruh bor ekanki, Bobur Shayboniy xonga qarshi chiqa oldi. Boburning bizlar mashhur jangini bilamiz. 1526-yil aprel oyida Panipatda Ibrohim Lodiyga qarshi jangi. Ana shu joyda eng diqqatga so'rali 12 ming askari bo'lgan holda Bobur o'zidan bir qancha barobar katta 100 ming deydi. Ya'ni Boburnamoda bir lak deydi. Ya'ni 100 ming bo'lgan Ibrohim Lodiy qo'shinini mag'lubiyatga uchratadi. Bundan keyin 1527-yilda Bobur aynan o'sha yana bir mashhur Hind rojalaridan Rajo Sangaga, bu tarixda mashhur Kanva jangi ham deydi, 1527-yil bahor oylarida bo'ladi. Ana shu Kanva jangida Ra'no Sangaga qarshi chiqadi. Bu eng Boburning Ra'no Sangani yengishi butun Boburning shimoliy to Bangalorgacha bo'lgan hududlarni endi bitta ulkan katta Boburiylar imperiyasini qurishini ta'minlab bergan edi. Aynan o'sha mashhur Panipat jangida misol keltirsa, Bobur shunaqa qo'shinni tuzadiki, aravalarni 600-700 ta aravalarga buyruq beradiki, Rumiy uslubida aravalar joylashtiring deydi. Rumiy deganda nimani nazarda tutyapti? Demak, Rumiy bu Usmonli turklarni nazarda tutgan. Bobur ularning ham harbiy jang uslubidan boxabar bo'lganligini ko'rsatadi. Yana bir e'tiborli fakt: Bobur o'z qo'shiniga katta motivatsiya bera oluvchi, jangga kirishishda shiddatli g'ayrat, shijoat bag'ishlovchi kuchli notiq ham bo'lgan. Boburda shunaqangi nutqiy, ya'ni jangovorlik ruh beradigan ham o'zida bir nutq bor ediki, notiqlik san'ati bor ediki, bu bevosita qo'shinlarda nima deydi, jangovorlik ruhini ko'tarardi va jangga boshlab berardi. Birinchi bo'lib jangga masalan o'zi kirardi. Albatta bu qo'shinning ruhiyatini, ma'naviyatini, uning bir shijoatini, ulug'vorligini, ularda bir jangga bir shiddat, kuch bilan kirishini ta'minlardi.